Assalomu alaykum qimmatli do'stlar. Fikr Ambri YouTube kanalımıza hoş geldinglar. Uzun vaqt sizlar bilan didorlasha olmaganligimiz uchun kechirgaysizlar. Kitap Xazinasi kanalımızda bundan keyin vaqti-vaqtida har xil mazmunliq, ahamiyatli kitaplarni sunib turishga tirishimiz. Bugungi sunmoqchi bo'lgan kitobimiz bo'lsa, cho'ng bo'lmaydigan ota-onalar. Bu sizning oila yaralaringizga malham bo'lg'uchi, shifo bo'lg'uchi bir kitobdir. Bu kitapning avtori Yaponiya jamiyatshunosi Kato Teizo mo'l tajribasi va amaliy misollari orqali cho'ng bo'lmaydigan ota-onalarning shaklini sababi va psixika qurilmasini tahlil qilib, bu xil to'yiq aylanmani oxirlashtirishning unumli choralarini sungan. Biz 3 savol orqali bu kitobdagi markaziy ideyani yo'ritib berishga tirishamiz. Nurg'un oilalarda oila munosabati qarashda nihoyatda yaqin, farzandlar intayin gap anglaydigandek ko'rindi. Amaliyotda ota-onalar balki farzandlarini o'zlarining xohishlari bo'yicha majburiy holda boshqargan bo'lishi mumkin. Masalan, ota-onalar odatiga asosan hamisha farzandining o'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha bolalarning o'rinda bir ishlarga qaror berdi. Bundaq oilada cho'ng bo'lgan bolalar qarashda bek gap anglaydigan, xulqi yumshoq va intayin yaxshi boladek hissiyot berdi. Bu kitobning avtori shunda qaraydi. Bu xil oila tipi dal nurg'un kishilardagi oila yarasining va bolalikdagi qorong'u ko'langilarning tub sababidir. Ya'ni ota-onalarning bolalarni bu xil boshqarishi hargizmi ularning bu huquqiy bo'lganligidan emas, balki dal aksicha bu ota-onalar o'zi texcha cho'ng bo'lib bo'lolmag'achqa bolalari orqali o'zlarining kam qolgan hissiy ehtiyojlarini qondirishga urindi va bolalardan bir xil qabul qilinish va itoat qilinish hissiga erishidi. Bu turdagi ota-onalar bo'lsa, cho'ng bo'lmaydigan ota-onalardir. Bu xil ahvol bo'lsa, ota-ona va bola munosabatining ta'tir-tanasiblik munosabatidir. Bu xil darajadan tashqari boshqaradigan ota-onalar bo'lsa, kichik vaqtlarda cho'nglarning sevgisiga erishib boqmaganlardir. Jismiy cho'ng bo'lgan bilan ularda yanla nimani xohlasa shuni qilish arzusi va hamisha boshqalarning diqqatini qo'zg'ab, ularning qiziq nuqtasiga aylanishni xohlash psixikasi bo'ladi. Ularning yuragi yanla erkalashni xohlaydigan, mas'uliyat yangi kamchil va boshqalarga beqindigan kichik bolalar o'xshaydi. Chunki cho'nglarning dunyosi ularning bundoq sabiylarcha ehtiyojini qondira olmag'achqa, ular bu xil istekini o'zining kasbiga va taraqqiy qilishiga atab, shon-shuhrat va yuqori martabaga erishish uchun tirishadi. Agar u kasbiy hayotida muvaffaqiyat qozona olmasa, hamda cho'nglarning dunyosida maqtalishga erisha olmasa, ular bundoq kamtuk hissiyotini hamroyi va bolalardan erishga urindi va o'zini bu xil erkalashga yeriz orzusini oilasiga tangidi va farzandini o'ziga ota-ona qilib oldi. Ularning bolalari bo'lsa, bu xil ko'rinmaydigan ruhiy zo'ravonlikning ta'sirida cho'ng bo'ldi va o'zlarining hujumga uchraganligini his qila olmaydi. Agar bir oila nomrod bo'lsa, kishilar ma'rif va xizmat orqali kirimi va ijtimoiy o'rnini yuqori ko'tara oladi va oilasini nomrodlikdan qutuldira oladi. Ammo bu xil ota-ona va bola munosabatining ta'tir-tanasiblik hodisasi mavhum bo'lib, agar hech kim buni his qila olmasa, bu xil hodisa oilada davom qilib mengayverdi. Bu kitobdan ko'rilishga bo'ldiki, bu kitob oila yaralarini davolashga yordam beradigan dastur. Garchi siz sog'lom bir oilada cho'ng bo'lgan bo'lsangizmi, yanala bu kitobdan foydalanib oila munosabatingizni qayta tekshirib, bolalik kechirmishlaringizning bugungi kishilik munosabatimizga va hayotimizga qanchalik ta'sir ko'rsatganligini bilalaysiz. Tuvanda biz ota-onalar va bolalar nuqtasidan bu ta'tir-tanasiblik munosabatning sababi va ta'sirini tushunib boqaylik. Agar siz bu xil hodisaning qurboni bo'lsangiz, o'zingizni qanday saqlayotgan bo'lardingiz? Buni tushunish uchun Abdur mundaq misolni keltirgan. Masalan, bir bolaning bir narsa olg'usi kelganda, ota-ona bolaga: "Men sana nurg'un narsalarni ilib bersammi, yana shuni olg'in kelyaptamdi" deydi. Amaliyotda bu ilib bergan narsalar bu bola haqiqiy ehtiyojliq narsa bo'lmasdan, balki o'zlarining ilib bergisi bor narsalar. Ota-ona bolasiga narsa kerak setib olganda, u bolaning rostdanla uningga ehtiyojliq yoki emasligini o'ylamasdan, balki o'zlarining nihoyat mas'uliyatchan ota-ona ekanligini xushal bo'ladi. Yani masalan, agar bir bola o'zining beoram ekanligini aytib, maktabga berishni xohlamasa, u ota-ona intayin xafa bo'ldi. Ammo agar ular oila bo'yicha futbol musobaqasiga berishni qaror qilgan bo'lsa, ikkilanmayla maktabdan ruxsat olib berdi va o'ylaydi-ki, balamni xushal bo'lsin deb shunda qildim. Amaliyotda u bolasi bilan futbol musobaqasini ko'rishni o'zi xohlaydi. U buni jam bo'lish xushallig'i deb qaraydi. Ammo masala shuki, bu yerdagi jam bo'lish xushalligini xohlagan bola emas, balki bu muhabbatni orzu qilgan ota-onadir. Bu xil ota-onalar faqat bolaning ehtiyoji o'zlarining ehtiyoji bilan moslashgandala ondan bolaning ehtiyojini qondirdi. Nima uchun bunda bo'ldi?
Sababi bu xil ota-onalar ajrashgan oilada cho'ng bo'lgan. Azaldan ota-onasi bilan birga o'ynag'ili berib boqmagan. Bundaq balalar cho'ng bo'lib ota-ona bo'lganda, ular iqtisodiy, jismoniy va ruhiy jihatdan texi mustaqil bo'lmagan balalar orqali o'zlarining ilgirki yurak yaralarini saqaytidi. Bunda bo'lganda balasi bala bo'lmaydi. Ota-ona bo'lsa, tasalliga muhtoj balaga o'xshab qoldi. Bala ota-onasiga aylanib, ularning hissiyotiga ko'ngil bo'lishga majbur bo'ldi. Bu tipik ota-ona va bola munosabatining ta'tir tanosibligidir. Chunki bolalar ojiz bo'lg'achqa ota-onasiga qaraganda qarshilik qila olmaydigan bir o'yinchoq qo'rchoqqa o'xshab qoldi. O'yinchoq qo'rchoq boshqalarga hech qanday talab qo'ya olmaydi. Kishilar uningdan qaytarma zarbaga uchrashdan ansirmay, barliq orzu-armonlarini uningga yuklaydi. Psixolog Maslowning qarashicha, hamma odamning onalardan muhabbat izlash ehtiyoji bor. Bu ehtiyojini to'liq qondira olgan bolalarla sog'lom o'sib yetilaydi. Agar bolaning bu xil ko'ngil bo'lish va paranglashish ehtiyojlari qondirilmasa, u ota-onasiga ergishib olib, ulardan to'xtamay bir narsa talab qildi. Agar bolaning sevgi va bexatarligi bo'lgan asosli ehtiyoji davomli kamchil bo'lsa, bu uning ruhiy yeshining cho'ng bo'la olmasligini keltirib chiqardi. Agar u bu usulda boldurla boshqalarning ota-onasiga aylansa, undaqda u bolasi bilan bo'lgan munosabatidan foydalanib, bu xil bo'shliqni to'ldirdi va bola bilan bo'lgan o'rni almashib qoldi. Bu xil ahvolga ega kishilarning 3 xil aloyligi bor. Birinchidan, bu xil bola bilan o'rni almashib qolgan dadining odatda yuvashni bo'zaq qiladigan, yomondan qo'rqadigan aloyligi bo'ldi. Ular boshqalarga barobar asosda muomala qila olmaydi. Ya boshqalar tarafidan bo'zaq bo'lindi, yoki boshqalarni bo'zaq qildi. Abdur o'zi uchragan bir ahvolni so'zlab berdi. Bir ana o'ziga qo'pol va nachar muomala qilgan kishilarga, masalan, yo'ldoshiga itoatmanlik pozitsiyasida bo'lib, hamisha ichiga yutib, bu mening xatoligim deb o'ylaydi. Ammo qiziga kelganda, agar qizi qo'polroq gap qilib qolsa, ana buni yutolmaydi va ochiqlanib qiziga xafa bo'lib ketadi. Doim boshqalarni bo'zaq qiladigan odam kichik vaqtida boshqalar tarafidan doim bo'zaq qilingan bo'ladi. Bu ana bolalik vaqtida onasi tarafidan tashlab etilgan bo'lib, hammasining uyda cho'ng bo'lgan ekan. Ko'pchilik uningga o'zining ortiqcha odam ekanligini, hayot turishining boshqalarga avarchilik ilib kelganligini aytmish. Shunga uning qalbida nurg'un o'chmanliklar saqlangan. Agar u qarshilik ko'rsatgan bo'lsa, uydan qo'g'lab chiqariladi. Shunga u faqat atrofdagilarning fikrini qabul qilishga majbur bo'lgan va vaqtning o'tishi bilan o'zini bir ortiqcha odam deb qaragan. Cho'ng bo'lgandan keyin u mustaqil yashashga boshlagan. Ammo uning qalbi yolg'izlik va o'chmanlikka to'lgan. O'z oilasini qurgandan keyin bo'lsa, uning uzun yil yoqi bostirib kelgan yolg'izlik hissi yo'q bo'ladi. Ammo o'chmanlik hissini yo'q qila olmaydi. Yo'ldoshi uningdan kuchli bo'lg'achqa, u bu o'chmanlik tuyg'usini ojiz qizdan chiqarishga majburlandi. Masalan, agar qizi uning yemekliklerini maqtab qo'ymasa, u xafa bo'lib, boshqa uyga kirib o'zini solab o'ltirdi va qizining kelib o'zining apul so'rashini va ko'nglini yozishni arzu qildi. Ammo uning o'y xiyoli va harakati bir-biriga zid edi. Bu tipik bir bolalarcha psixikadir. Bu yerda to'xtab tasavvur qilib boqaylik. Agar u haqiqatan bir bola bo'lib shunday qilsa, muloyim onasi nima qilgan bo'ladi? Albatta, balam, kelib tamoq yegin. Sen bo'lmasang yolg'iz tamoq gilimda o'tmaydi ekan, deydi. Bundaq bo'lganda bolimi ochig'i yenib, itoatmanlik bilan kelib, apsi bilan birga tamoq yeydi. Ammo masala shuki, uning qizi muloyim bir ona emas. Aksincha, u mu beqishga muhtoj bir bola. Albatta, apsining nima demoqchi bo'lganligini tushunmaydi va apsini mijozi chust deb tushunib, asta-asta uningdan yiroqlashadi. Buni anglab, bu onani pek haddidan oshiribdi deb o'ylashingiz mumkin. Ammo amaliyotda kishilar o'zlarining beshidan o'tgan yaxshi yoki yomon kechirmishlarini boshqalar ustidan takrorlaydi. Agar bu ona bolalik davrida apasi tarafidan tashlab etilmagan bo'lsa va sog'lom bir oilada sevgiga qinib erkalab cho'ng bo'lgan bo'lsa, u mu o'z bolasiga shundoq sevgi bilan, sabr bilan muomala qilib, bolasini akiltib cho'ng qiladi. Ikkinchidan, ota-ona bilan bolaning o'rnini almashib qolgan kishilar hamisha o'zini boshqalar bilan silishtirdi. Ular boshqalarning diqqatini tortishni, pul va kuchga ega bo'lishni intayin orzu qildi. Bundaq ota-onalar intayin ochko'z bo'lib, hamisha o'zini boshqalar bilan silishtirdi. Bolalarini boshqa bolalar bilan silishtirdi va arz shikoyatlarga to'lgan bo'ldi. O'zi va bolalar uchun aytganda, ularda
Bu mu bo'ldi-kan degandek xotirjamlik tuyg'usi kamchil bo'ldi. Sababi shuki, sevgidan iborat bu asosiy tuyg'uning kam qolganidir. Sevgi ehtiyoji to'liq qondirilgan kishilarning xarakteri bo'lsa, texmi yiqimliq bo'ladi. Balalik davrida sevgi kamchil kishilar cho'ng bo'lgandan keyin vosita tanlamasdan bu xil kamtuklikni to'ldirishga urindi. Masalan, ichidagi bo'shliqni to'ldirish uchun asli hech yaxshi ko'rmaydigan birisi bilan aralashib yurdi. Ular o'zi yaxshi ko'rgan odamning sevgisiga erisholmagachga, ularni o'sh ko'rdi. Qandoqli bo'lmasin, ichida o'shmanlik bor odam boshqalarni samimiy yaxshi ko'ra olmaydi. Muhabbatga bo'lgan o'shmanlik va uningga erishish istikidan iborat bu ikki xil psixikalik holat birlashsa, inson o'zidan jiroqlashib, tushkunlashishga boshlaydi. Agar ular ota-onasining muhabbatiga, shundaqla yaxshi ko'rgan odamining muhabbatiga erisholmasa, butun kuchi bilan nom-shuhrat, pul mansab qo'g'lishib, uning o'rnini to'liqlaydi. Shuningga diqqat qilsak, bu hargiz qitirqinib izlanib erishgan muvaffaqiyatga o'xshamaydi. Ular faqat boshqalarning diqqat e'tiborini qo'zg'ash uchun nom-shuhrat qo'g'lishdi xolos. Avtorning qarashicha, bolalikda ona mehriga to'liq erisholmagan erlar cho'ng bo'lib jo'r tanlaganda onasiga o'xshaydigan jo'rini tanlaydi ekan. Ular pul topgandan boshqa yana jo'risidan, onasidan erisholmagan mehrga erishishni xohlaydi va ba'zida uni ona o'rnida ko'rib muomala qiladi. Ulardan tugumas mehr muhabbat va tasalli talab qildi. Agar ular bundaq muhabbatga erisholmasa, yengil darajadagi tashvish va tushkunlikka petib qoladi. Agar u o'zi xohlagan jo'riga erisholmadi deb faraz qilsak, bu chog'da uning ehtiyojini qondira oladigan faqat bolasi qoladi. Bundaq erlar bo'ysung'uvchi ayollarni yaxshi ko'rib, bosh-boshliq ayollarni o'sh ko'rgandek, ota-bola o'rni almashib qolgan otalarmi o'ziga ishindigan, qaror bera oladigan bolalarni o'sh ko'rdi. Balki bu bolalar faqat ota-onasining ularga adil muomala qilishni umid qilishi mumkin. Ammo ota-onalar bundaq bolalarni bosh-boshliq deb o'ylaydi. Bu dal ota-ona va bola o'rnining almashib qolish hodisining 3-aloyligini keltirib chiqardi. Bundaq ota-onalar bolalarining kelgusi xarakterini qurbon qilish badaliga atalmish baxtlik oilaning manzarasini sizib chiqadi. Yuqorida bu xil ota-onalarni tushundik. Endi bu xil oilada o'sib yetgan bolalarning qanday bo'lganligini ko'rib boqaylik. Agar ota-onalar bolaga haddidan ziyoda aralashib olsa, bolaning ichida o'shmanlik hissi paydo bo'ldi. Aksincha, agar ota-ona bolaga parvo qilmasa, bolada kuyinishga bo'lgan intilish tuyg'usi bo'ldi. Eng nachar ahvol bo'lsa, ota-onalarning biri bolaga parvo qilmaydi. Yana biri bolaga haddidan ziyoda aralashadi. Bu xil muhitda cho'ng bo'lgan bolalar garchi ota-onasi tarafidan to'xtamay xo'rlangan yoki ezilgan taqdirdami, ular yana ota-onasining yaxshi dada va yaxshi ona ekanligiga ishonishni xohlaydi. Bunda qilmaganda ular ichki xotirjamlik va ota-onasining kechirimiga erisholmaydi. Ular bir tarafdan ota-onam meni yaxshi ko'rdi deb ishonish bilan birga, bir tarafdan ota-onasining qilgan aytganlarini ko'tirdi. Bu logika bir-biriga zid bo'lg'achqa, ular angsiz holda asli engida ishonmaydigan bundaq ishlarga ishonishga majbur bo'ladi. Shunga ular hissiyotiga to'g'ri yuzlasha olmaydi. Shundaqla samimiylik bilan o'zini ifodalay olmaydi. Natijada ijtimoiy aloqa qura olmaydi. Bu bolalar cho'ng bo'lganda ko'pinchisi o'zi va ota-onasi o'tirisidagi bu munosabatni o'zi va bolalari orasida takrorlaydi. Oila deganimiz har bir oila a'zolari uchun bir oromgohdir. Oila a'zolari orasida passiv hissiyot paydo bo'lganda, uni yo'q qilish vazifasi oiladagi ota-onalarga o'xshash eng pishqon va yetishgan kishilarning ustiga tushishi kerak. Ota-onalar oila a'zolariga, bo'libmi bolalarga yordam qilib, ularning ichki ziddiyatini hal qilib, bolalarga hissdoshlik qila olish kerak. Bu dal ota-onalarning iqtidorli ota-ona, muloyim bir rahbar va oilaning to'riga qildigan iqtidordir. Ammo agar bu vazifa oiladagi eng ojiz va eng nozik bolaning ustiga tushib qolsa, u bola u oilaning hissiyot axlatlarini bartaraf qilish o'rniga aylanib qoldi. Bu yaxshi bola oilada ota-onasining chiroyiga qarab ish qildigan, ota-onasining arz shikoyatlarini anglab berdigan, ota-onasining tuyuqsiz kelgan ayiblashlariga bardoshlik berdigan biriga aylandi. Kimning kayfiyati nachar bo'lsa, uningdan chiqirdi. Bundaq bolalarga nisbatan ota-onasini xushal qilish uchun ular o'ylaganlarini deyishga jur'at qila olmaydi va davomli yolg'on so'zlaydi. O'zi yaxshi ko'rmaydigan narsa yoki ishlarni ota-onasining chiroyiga qarab yolg'ondan ularni pek yoqtirganligini aytadi yoki yoqtirgan narsalarni yoqtirmagandek ifodalaydi. Vaqtning o'tishi bilan ular o'zlarining yolg'on so'zlaganligini his qila olmay, o'z hissiyotini yo'qotadi. Bundaq bola cho'ng bo'lganda maydoni yo'q. O'zining kuchli odamlarni ko'rganda o'zining hissiyotidan voz kechib, boshqalar tarafga o'tib ketadigan odam bo'lib qoldi. Bilishimiz kerakki, bolalar ota-onasining dardini ko'taradigan dard xaltisi emas. Bolalarning ota-onasining hissiyotini majburiy holda tushunish majburiyati yo'q.
Shundaqla o'zlarining yeshidan eshib ketgan ishlarni, masalalarni yeshish majburiyatimi yo'q. Odam o'zining hissiyotini ochiq-oshkor ifodalab, qo'rquvsiz holda o'ttirg'a qo'ya olgandila, ondan uni chin ko'ngildan ifodalay oladi. Sog'lom oilada cho'ng bo'lgan bolalarmi ba'zida ota-onasi tarafidan tanbeklandi. Ammo ular yanla ochiqning orqasidagi ota-ona muhabbatini his qila oladi. Faqat oiladala emas, har qanday guruhda yoki jamiyatda agar hamma odam ma'lum bir bola haqida yomon gap qilib, uni chetga qo'yib haqiqatni bilmaydigan kishilar bu bolaning xato o'xshaydi deb o'ylaydi va bundoq ketaverganda bu haqsizliklar yig'ilib bolalarning yoshirin ingida saqlandi. Bundoq bola o'sib yetilib, bu xil muhitdan ayrilgandan keyinmi bu yig'ilib mangan ochiqlar azroq ishlar tufaylidan osonla portlab o'tirg'i chiqadi va texmi ko'p chetga qilishlarga uchraydi. Undan boshqa ba'zida ota-onalar sen cho'qim munda odam bo'lishing kerak deb o'zlari bo'lishni xohlaydigan, ammo bo'lolmagan odamlar bo'lishga majburlaydi. Hech kim ularning haqiqiy o'zi bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Natijada ular haqiqiy o'zi bo'lsa, ota-onasini rozi qila olmaydiganligiga va mukammal bo'la olmaydiganligiga ishonib qoldi. Agar siz bu munosabatning qurboni ekanligingizni bayqasangiz, nima qilishingiz kerak? Buning javobi shuki, siz cho'qim bu munosabatning sizga bo'lgan ta'sirini yengib, uni siz bilan oxirlashtirishingiz kerak. Buni yolg'iz keyingi avlodlaringiz uchun emas, balki o'zingiz uchun qilishingiz kerak. Agar siz ota-ona bo'lsangiz, tushunishingiz kerakki, bolangiz hargizmi ziyoda yaxshi ko'rishdan yomon o'rganib qolmaydi. Bola tarbiyalash jarayonida ota-onalar to'xtamay vaz-nasihat qilishdan boshqa, bolalarni ko'proq anglab berishni bilish kerak. Bu bolalar bilan fikrlashishning muhim nuqtasidir. Bolangiz akilab turib o'zini ifodalaganda, uning talabini qondirish eng to'g'ridir. Bolalar ota-onasining oldida akilab so'zlash orqali o'zining ehtiyojini qondirdi va bora-bora bu xil psixika tabiiy yo'qolib, haqiqiy sog'lom cho'ng bo'lishga boshlaydi. Ota-onalar bolalarning oldida ha desa qanchalik jafo tortganligini, qanchalik qaltisligini demaslik kerak. Bolalar faqat anglab berguchi bo'lib qolganda, uning o'zini ifodalash fursati qolmaydi. U balkim 80 yoshdami haqiqiy cho'ng bo'la olmaydi. Chunki bolalik davrida hech kim uningga diqqatini bermaganlikdan, u har zaman o'ziga diqqat qildi va boshqalarga bo'lgan muhabbatda bexillik qildi. U boshqalarning uni yaxshi ko'rib ko'rmaydiganligiga intayin ko'ngil bo'ldi. Agar siz bola bo'lsangiz, o'zingizni qanday saqlayotdingiz? Eng to'g'ri usul sizni kontrol qilgan ota-onadan ayrilishdir. O'xshashla bu xil ota-onalarmi bolalardan ayrilishni o'rganish kerak. Bolalar o'zi yoqtiradigan kishilarni topganda va ular bilan fikr almashtirganda o'zlarining nozik va haqiqiy hissiyotini ifodalay oladi. Yana bir yaxshi hal qilish chorasi bo'lsa, kishilar o'tirisidagi farqni his qilish va ulardan huzur olishni o'rganishdir. Avtor kitobda o'zining baxt to'g'risidagi aniqlamasini o'tirib qo'ygan. Uning qarashicha, agar kishilar haqiqiy o'zini toniy olmasa, haqiqiy baxtga erisha olmaydi. Haqiqiy baxt bo'lsa, haqiqiy o'ziga oshiq bo'lishdir. Haqiqiy o'zi bo'lsa, tashqi qiyofati, qobiliyati va tunishini o'z ichiga oldi. Mayli tashqi qiyofatingiz, qobiliyatingizning qanday bo'lishini qat'iy nazar, siz bu xil o'zingizni qabul qila olishingiz lozim. Agar bir odam haqiqiy o'zini qabul qila olsa, ondan xushal bo'la oladi va boshqalar bilan samimiy fikr almashtira oladi. Bunda bo'lganda u odamdan xushallik tarqaydi. Bir odam agar o'ziga va boshqalarga samimiy holda so'z qila olmasa, baxt uningdan bargan siri yiroqlashadi. Bir odam qanchalik boy yoki ijtimoiy o'rni qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar, u agar ichidagini to'kib paranglashadigan yaqin odami bo'lmasa, undaqda u baxtsiz hisoblanadi. Bir odamning jamiyatda muvaffaqiyat qozonishi uning qobiliyatiga bog'liq bo'lgan bilan, ammo bir odamning baxtli yoki emasligi uning o'zini aslisi bo'yicha qabul qila olishi yoki qila olmasligi va men hozir nihoyat yaxshi deya olishi va o'zini qabul qilib boshqalarga kang qo'rsoq bo'la olishidir. Mana bu haqiqiy baxtdir. Endi xulosalsak, bu kitobning avtori Tezo Katoning qarashicha, ota-onalar hamisha o'zining bolalarga bo'lgan tayinishni muhabbat deb xato tushunib oldi. Bu atalmish muhabbat bolalarni hayoti bo'yicha azoblaydi va uni keyingi avlodlarga miros qoldirib mangdi. Eng qo'rqinchli yeri shuki, ota-onalar bolalarni xo'rlaganligini his qilmaydi. Bolalarmi ota-onasini o'zini bek yaxshi ko'rdi deb o'ylaydi. Oxirida shaxsiy hissiyotimni sizlar bilan o'rtoqlashqim keldi. Men baxtli oilada cho'ng bo'lish sharafiga erishibman. Bu kitobni izohlash menga qimmatli yangi bir ko'z qarash ato qildi. Ya'ni hatto ota-onamizdek cho'nglarmi aslida cho'ng bo'lishga muhtoj ekan. Meni opam kitobdagi cho'ng bo'la olmagan ota-onadek emas. Aksicha menga cheksiz nazokat va kang qo'rsoqlik ato qildi. Lekin men kichik vaqtimda u menga pek qattiq talab qo'yatdi.
Hatto mening keng qo'rsaqligim va apuchanligimdan ochiqlanadi. Ammo 10 necha yildan buyon opam o'zining ilgirki holatini o'zgartirish uchun to'xtamay tirishib, o'sib yetilyotdi. Va hozir u intayin xushal-xo'ram yashaydigan va menga ortiq talab qo'ymaydigan bir ona bo'ldi. Masalan, bir kuni opam ikkimiz bir oshxonada g'izalanyotdik. Uning yanında 4-5 yoshdagi bir bola putida paypoq bilanla xushal holda yerda ust o'ynab, sakrab yuradi. Paypoqlari maynat bo'lib ketgan edi. Atrofdagi mehmonlar bearam bo'lib, chiroylari tatirib ketdi. Opam bo'lsa kichik bolaga nayt muloyim ko'z bilan qarab, "Qarang, u nim degan xushal. Agar siz kichik vaqtingizda mushundaq yalangoyoq paypoq bilan o'ynasangiz, mening hargiz qarim bo'lmaydi" degan edi. Men ayni vaqtida opamning nima demoqchi bo'lganligini bilolmagandim. Ammo hozir o'ylab baqsam, u daqiqa amaliyotda opamning cho'ng bo'layotganligini his qilgan payt ekan. Agar bu kitob bo'lmagan bo'lsa, men buni his qila olmagan bo'lardim. Opamning o'sib yetilishiga shohid bo'lish va opam bilan birga cho'ng bo'lish mendek bir qizi uchun intayin go'zal va muhim bir ish edi. Ota-onalarmi bir mezgil bola edi. Balkim sog'lom yetilgan bir bola va yoki balkim texi cho'ng bo'la olmay turibla aldirab tinab ota-ona bo'lib qolgan bir bola bo'lishi mumkin. Mayli yeshi 8 yoki 80 bo'lishini qat'iy nazar, hamma odam davomli o'sib yetilish kerak. Atalmish o'sib yetilish bo'lsa, dunyo bilan moslashish jarayonida uzluksiz tajriba to'plash va o'zining texnik yaxshi bo'lishiga kuchishidir. Aniqki, bu yo'l hargizmi oxirlashmaydi. Siz hayotingizga qanday mas'ul bo'lishni xohlaysiz? Ota-onangiz uchun nima qila olasiz? Agar keyingi avlodlaringiz bo'lsa, siz qanday bir ota-ona bo'lishni xohlaysiz? Qani o'ylashib beqing. Mana bu qisqagina vaqtda bir tane kitobni o'qib bo'lgan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin.